और हाल ही में चाइना में देखा कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। ये वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात थे उन पे चल रहे हैं। Taliban hakimiyetining eng cho'ng arq teriki deb qaralayotgan Pakistanning bosh ministri Imron Xon yaqinda Islomobod shahrida chaqirilgan Islom hamkorligi tashkilotining 48 navbatlik tashqi ishlar ministrlari majlisidan keyin alayda so'z qilgan hamda Xitoy hukumatini ajoyib zo'q bilan madiylagan. Hindistonda chiqadigan Cumhuriyet gazetining 27 martdagi xabarda aytilishicha, Imron Xon yig'in ahliga ziyofat berib, Xitoy hukumati Muhammad payg'ambarning tashabbuslariga amal qilib, o'tgan 30 yil mobaynida 700 million kishini nomrodlikdan qutuldirdi degan. Ammo Xitoy hukumatining islom dinini xitoychilashtirish nomida qanday dafsanda qilayotganligi, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini yo'qotish uchun ularni Ramazonda cho'shqa go'shti yeyishga majburlayotganligi haqida bir og'izmi so'z qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro axborot vositalari Pokiston hukumatining Uyg'urlar masalasiga qanday qaraydiganligi haqida Imron Xonni bir necha qatim ziyorat qilgan. Imron Xon dastlab o'zining bu ishlardan xabarsiz ekanligini bildirgan bo'lsa, keyincha Uyg'ur qirg'inchiligining aslo mavjud emasligini tilga olgan. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. Are you saying that the treatment of Muslims in Kashmir is worse than the treatment of Muslims in Xinjiang? There would be absolutely no comparison. And I only have one source, and this is our ambassador in China, who's compared the two. There is no comparison there. Әмділікті болса, Uyghurlardagi barliq islomiy urf-odatlarning hammasini terrorlikqa bog'lab Uyg'urlarni bostırib atgan hamda islom diniga oshkora jang e'lon qilgan Xitoy hukumatini Muhammad payg'ambarning yo'liga ergashdi deb oshkora maqtagan. Halbuki Xitoy hukumatining oz degandimi 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urni lagerga qamab bo'lganligini alayda eskartgan Cumhuriyet gazeti bu hodisani tanqidlab, Uyg'urlarni millionlab lagerga qamagan Xitoy hukumatining tashqi ishlar ministri Wang Yimu bu qitimliq yig'inga ishtirok qildi. Ammo islom allari hozirgacha Xitoyning Uyg'urlarni lagerga qamishi to'g'risida so'z qilib baqmadi degan. Imron Xonning bu so'zlar e'lon qilingandan keyin har sohaning keskin tanqidiga duch kelgan. Bo'libmi Imron Xonning Uyg'ur diyoridagi islom diniga bog'langan qirg'inchilikqa sukut qilishdan holqib, hali ham qirg'inchilikni davom qilayotgan Xitoy hukumatini yüz turani maqtishini ba'zilar bu oshkora munofiqlik dedi. Sobiq Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayevning prezidentlik ishxona mudiri, Nebraska universiteti Afg'oniston tadqiqot markazining direktori Sherjan Ahmadzoyi bu haqdagi ziyoratimiz jarayonida Imron Xonning musulmonlarni qirg'in qilayotgan Xitoy hukumatini Muhammad payg'ambarga tanglashtirganligi sepi o'zidan munofiqlik. Bu xil tanglashtirishni o'tirg'a qo'ygan har qanday kishi shundoq la'natlanadi dedi.